Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Alba sortli navli qulupnayimiz 2-yiliga qoldirilgan qulupnay ko'chatlarimiz. Mana 2-yiliga qanaqa bo'ladi deganlar uchun ko'rsatib o'tamiz mana. Xohlagan joyingizni ko'rib, o'zingiz mulohaza qilishingiz mumkin mana. 2-yiliga ham hosillar katta bo'lyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. 2-yiliga qoldirilgan qulupnaylarimiz mana. Mana hosili. Mana shu alba ko'chati bo'ladi. Mana alba. Bu yil asosan alba va kleri ko'chatlarimiz bo'ladi. Mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin do'stlar. Mana hosili. Mana. Buni boshqacha uslubda qilganmiz. Uslublarni ham sinab ko'ryapmiz mana. Ichlari bilan polni hamma yog'i hosil mana. Mana. Hosillar katta mana. Bemalol qiziqqanlarga tavsiyalarimizni nima qilish kerakligini hammasini bemalol tushuntiramiz mana.